Tarmoqli marketingga ayol qizlarni taklif qilish jarayonida shunaqa javoblar berishadi. Odam taklif qila olmayman, mahsulot sota olmayman, erim ruxsat bermaydi, bolam hali kichkina, alohida chiqib olay va hokazo bahonalar. Tanish holatmi? Agar ayol kishi o'zi chin dildan xohlasa, lipboy ishni yoraveradi, menga ishoning. Chunki ayollarning ichida shunaqangi energiya bo'ladiki, o'zi xohlaydigan bo'lsa, lipboy joyini yoraveradi. Mana shu malaka deb tushunib harakat qiladigan bo'lsa, juda ham zo'r ayollar lider bo'lib ketishadi. Tarmoqli marketing men uchun nima? Kompaniyaning imkoniyatlaridan foydalanish. Bozordan olayotgan mahsulotimni shu kompaniyadan olaman. 50% 70% skidka olaman. Ham mahsulot olganim uchun ham menga plyus yana bonus beradi. Eng zo'ri tabiiy, organizm uchun hech qanday zarar yo'q mahsulotni ro'zg'orimga olib kiraman. Taklif qila olmayman deganlar uchun siz yozining o'zingiz uchun mahsulot oling, iste'mol qilib ko'ring, effektini ko'rasiz. Просто так o'sha effektni qanaqa ekanligini odamlarga ayting, shu narsani ishlatib ko'rdim, natijasi вообще zo'r ekan. Bo'ldi, u odamga действительно sizni gapirgan vaqtingiz ko'zingiz yotsa, menga ham olib berchi deydi. Вот, ko'rdingizmi? Yoki bo'lmasam, menga olib ber, bunaqa deydigan bo'lsa, o'zing azob bo'lib olgin. 50% 70% skidkada olasan. Shunaqa imkoniyatlarni aytasiz. O'zingiz bilmagan holda bitta odam hayotini o'zgartirasiz. Izingizdan bitta odam olib kelgan esa, masalan, sizga daromad chiqarib beradimi? Daromadni ko'rasizmi? Pul bu motivatsiyami? Pul bu energiyami? Qanaqa yonib ishlashingizni o'zingiz bilmay qolasizda. Bolam hali kichkina, alohida chiqib olay, erim ruxsat bermaydi. Bularni hammasi просто так bahona qizlar. Uyda o'tirib, qo'limizdagi telefonimiz orqali behudaga serial, YouTube, TikTok ko'rib, vaqtimizni, umrimizni o'tkazmasdan kelajagimiz uchun qayg'urib ishlaydigan vaqtimiz keldi qizlar. Sizni hayotingizni o'zingizdan boshqa hech kim o'zgartirib bermaydi. Hurmatli ayol qizlar, men sizlarga yangi Longbridge kompaniyasini tavsiya beraman. Bu yerda mahsulot sotgin deb majburlanmaydi. Zvaniyadan tushib ketmaysiz. Hamma qilgan mehnatlaringiz nakopительный yig'ilib boradi. Kompaniyada sekin ishlasangiz ham kompaniyada pensiyaga chiqsangiz bo'ladi. Hech bir kompaniya pensiya bermaydi. Longbridge kompaniyasi esa sizga pensiya beradi. Ishlasangiz ham, ishlamasangiz ham har oyning 10-sanasida pensiya olish mazami. To'liq ma'lumot uchun menga murojaat qiling. O'zim patrolni tushuntirib beraman. Biz ishlayapmiz uyda o'tirib, siz ham ishlang, sizga ham shu yaxshi